Sirini endi tushundim. Faqat paxta qo'yish kerak ekan. O'shanda faqat siz yaxshi ko'rishar ekan. Faqat yaxshi, zo'r, yoshlar zo'r deb hammaga paxtani bosaverish kerak ekan. O'shanda hamma sizni yaxshi ko'rar ekan. Iloji bo'lsa ora-orada assalomu alaykum. Juma bo'lib qolsa, Sayyidul ayyom juma muborak birodarim deb qo'ysam, o'shanda ham zo'r ekan, yaxshi ko'raverar ekan. O'shaning uchun men ham sekin stillarni o'rganyapman. Tailandda ham bo'sh yotganim yo'q. Oynaga qarab repetitsiyalar qildim. Ana birovdan bir ishim undirish uchun, bir manfaat undirish uchun kallama sinxronni qilinadigan kurslarda o'qib keldim. Mana shunaqasiga pulni olib kiydirib ketish uchun. Haligi gaplar aka salqin tushib qolibdi. Nozik mijozda ehtiyot qiling deb zo'r gaplarni gapirib, pechkalar yaxshi ishlayaptimi? Mashina sizga yarashatdi akajonim deb tagajalab